Biz hozir sizlarga yana bir taomimiz bor. U mastava deyiladi. O'zbeklarning sevimli suyuq ovqati bo'ladi. U to'ylarda va nahorlarda, yig'inlarda juda ko'p ichiladi. Bu mastavamizni tarkibi bilan tanishtirib o'tamiz. Biz mastavamizni hozir qovurib, suyini quyib bo'ldi. Bunga gavyadina, baranina, go'sht solamiz. Kartoshkalarni, sabzini kubik shaklda to'g'raymiz va no'xat piyoz solamiz. Biroz qaynagandan so'ng bunga biz shakaropini tayyorlaymiz. 3 dona pomidor, 2 dona piyoz, zelin solamiz. 2 qoshiq tuz sepamiz. 2 qoshiq Xitoy tuzi, kashnish, rang berish uchun paprika qo'shamiz. Zirini ham qo'shib qo'yamiz. Yaxshilab aralashtirsa bu mastavamiz o'ta shirin chiqadi va quyiladi. Tarixga qiymali bunaqa tarixga ko'p solamiz.